biz Qizilürdüz qishlog'imizda o'yingoh ochilish marosimi bo'lyapti. Bolalar o'yingohi. Bu hammasi bolalar uchun. Oqsoqollar Assalomualaikum hurmatli aziz mahallasini aziz onalari, aziz akalar, aziz bolajonlar. Mana bugun shu mahallamizda qisqa muddatda qurib bitkazilgan bolalar uchun o'yingohni ochilish marosimi. Ushbu marosimni ochib berish so'zi mahallamiz oqsoqoli Ni'matullo akaga hamda mahallamiz ombasi Sodiq akaga beramiz. Marhamat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli aziz mahalladoshlar, hurmatli otalar, hurmatli onaxonlar, barcha yoshlar, singillarimiz, qizlarimiz, hurmatli kelinlar. Mana bugungi mana shu joylarda odam gapirib, gapirmay qo'yar ekan. Qaranglar, tepadan qaranglarda qanday chiroyli. Shunday mana shunday shu kunlarda qanday chiqdik. Mana yetib keldik. Xudo xolasa hamma endi Xudo xolasa nevaralarimizni, bolalarimizni ko'cha-ko'ydan oqtarmaymiz. Kim bolasini qatib qo'ysa mashina kelaversa, biz mashina topib beramiz Xudo xolasa. Ilohim, hamyonlaring sog' bo'lsin. Eng avvalo. Mana shunga ishda mana shu ajoyib bu joylarni uyushtirishda bosh bo'lgan o'g'limiz Hosiljon hamda mana maktabimizda eng keksa o'qituvchilardan bo'lgan eng eski o'qituvchilardan murabbiy Murodjon Usmonov yosh tanizda. Mana shu o'g'illarni mana tashabbus orqali mana shunday ishlar mana Xudo xolasa mana tashkil qildik. Bundan buyog'iga bu bo'layotganlar hammasi bizning kelajak farzandlarimiz. Ilohim bu farzandlarimizdan xuddi mana shunday o'qituvchilar, mana shunday aktyorlar, shunaqangi birlari dunyoni zarraga soladigan aktyorlarimiz chiqdi. Sportda qanaqanchalik qalbidan qaynab chiqayotgan shunaqa bir sportchilar chiqdiki, butun dunyo tan olsin. Birinchi o'rinda dunyo bizni qishloqda tan olsin, O'zbekiston tan olsin. Oblast, mana o'zimizning rayondagilar tan olsin. Qilingizni qanaqaligini. Avvalo qilingizni mana endi hozir shahar yulduzi, endi yulduz qanday porlasa, bizning mahallamiz xuddi ana shunday chiroyli shahar yulduzidek porlaydi. Hammalaringni mana shu bugungi mana shunday ulug' ayyon chiroyli mana bu
erkaklar nomidan hammalaringga tinchlik, omonlik, xotirjamlik, tanishlik etiladi. Alloh shuni doim qalblaringda bo'lsin. Farzandlarimizni bu qilayotgan amallarini Alloh o'zi bargohida qabul qilsin. Bundan buyog'iga ham qalbidagi barcha yaxshi niyatlarni o'zlariga hamroh qilsin. Mana o'zi navbatda hurmatdan mahallamiz imomi so'zini beraman. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين السلام عليكم hurmatli hamqishloqlar, onaxonlar, otaxonlar, birodarlar va kelajagimiz bolajonlar. Avvalo men shu narsani aytamanki, shukr qilib adog'iga yetolmaydigan zamonda yashayapmiz. Mana bu televizorlarda, telefonlarda, joylarda ko'ramizki, shaharlarda bolalar uchun qilinayotgan maydonchalar, shaharliklarda bolalar uchun qilinayotgan mana unday suzish havzalari, shunday narsalar bo'lyapti. Hammasilarda. Alhamdulillah, mana siz bizlarga ham farzandlarimiz uchun mana shunday joylar barpo bo'ldi. Bu joylar o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Albatta bunga kimdir tashabbus qilib, mana shu yerga chiqib, mahalla uchun jon fido qilib, vaqtini ajratib shu narsalarga yetishdi. Qachonki bir inson tashabbus qilib chiqmas ekan, bu narsa ro'yobga chiqmaydi. Hammamiz o'tirib qilish kerak deb ko'ramiz-ku, lekin bunga kuch-quvvat kerak. Bunga kuch-quvvat kerak. Mana shu kuch-quvvatni o'zlarida topgan mana shu birodarlarimizga, ya'ni nomlarini zikr qilib o'tdi mana hozir. Hosiljon va Murodiljonlarga yana ham kuch-quvvat bersin. Hali bularning yoniga yana qo'shimchalari bor deyapti. Bu qo'shimchalarni ham qiladi. Bu kim uchun? Bu mana shu kelajak avlodimiz uchun, farzandlar uchun bo'ladi. Endi o'tgan domlamizni Ibedilla akami bitta gapi bor edi. Qachon duo qilsa, biz yaxshi yashadik, kelajakdagi avlodlarimiz bizdan yaxshi yashasin der edi. Biz ham shu duoni qilyapmiz. Qaranglarki, bizning davrimizdagi o'yingohlar qanaqa edi-yu, hozirgi davrdagi bularning dam olish o'yingohlari qanaqa bo'lyapti. Albatta bunga nima qilish kerak? Hech bo'lmasa harbiylar deyishlik bilan hissa qo'shish kerak. Albatta bunga nima qilish kerak? Yordam berish kerak. Kim mahallamizni obod qilish uchun, mahallamizni kelajagi uchun bir narsa qiladigan bo'lsa, yonida biz turamiz. Biz bunga hech qachon qarshilik qilmaymiz. O'shanda ekan, ularga yana kuch-quvvat tilaymiz. Qanjonlari sog', iymonlari va salomat bo'lib, qo'shganlarimdan qo'sha qarshi farzandlarining baxtiga mo'minlik ko'rsin. Ularning qatorida mana shu yerga tashrif buyurgan barcha bolalarimiz ham xuddi shulardan o'rnak olib, mana shunday hayot kechirishlikni, mahalla uchun jon fido qilishlikni namunasini olsin shulardan. Payg'ambarlarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir hadislari bor. Farzandlaringizni tarbiya qilinglar. Ular chavandozlikni, kamon otishni, kurashishni, bilishvozlikni o'rgansin degan. Mana biz ham o'shunga labbaydi. Farzandlarimizni mana shunday sport bilan shug'ullantirishga, imkon yaratishga mana shu bolalar hissa qo'shdi. Barchalaringga rahmat. Endi onaxonlar, otaxonlar sizlardan yana bitta narsani iltimos qilamiz. Endi buni nazoratchimiz ham gapirib o'tadi hozir. Bu joyga bitta qarov kerak. Bitta odam keladimi, ikkita odam keladimi, nabirasi yetlab keladimi? Ashaddiy hammasi sizni bolangiz bo'ladi. Hammasiga barobar nazorat qilib turishlik. Shu xolos. Hamalaringizga iltimos. Alloh barchalaringiz tanzonlaringiz sog' bo'lsin. Kelajakda Ne'matjon akam aytmoqchi, Qizil yulduz, ya'ni Sharq yulduzi desa, dunyo taniydigan bo'lsin. Alhamdulillah robbil alamin.